بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Assalomu alaykum. Nas surasi Qur'oni Karimdagi eng oxirgi sura hisoblanadi. U qisqa, ammo juda ham kuchli. Nas surasi bizga nimalarni o'rgatadi? Suradagi An-Nas so'zi insonlar deganidir. Bu sura bizga Allohdan qanday qilib va nimalardan panoh so'rashligimizni o'rgatadi. Nas surasining nozil bo'lish sabablari: bu sura payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam dushmanlari tomonidan sehr qilinganliklaridan keyin ularni oshkor qilish uchun nozil qilingan. Bu surani Alloh taolo payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam orqali butun musulmon olamiga ta'lim qilib yuborgan bo'lib, orqali biz jinlar, insonlar va boshqa maxluqotlarning yomonliklaridan Alloh taolodan panoh so'raymiz. Bu surada zikr qilingan Alloh taoloning 3 sifati: 1. Robbin nas, butun insonlarni tarbiya qiluvchisi. Malikin nas, butun insonlarning egasi va boshqaruvchisi. Ilahin nas, butun insonlar uchun ibodatga loyiq yagona zot. Bu sura bizga nimani o'rgatadi? 1. Shaytonning yomonliklaridan faqat Alloh taolodan panoh so'rash. 2. Insonlar tomonidan keladigan zararlarni ham faqat Alloh taoloning yordamida daf qilish. Bu surani bilish nima uchun juda muhim hisoblanadi? Qo'rquv, xavotir, vasvasa va turli chalkashliklar kelganda Allohga ishonish va undangina panoh so'rashni har doim bizga eslatib turadi. Shuning uchun payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam ham aynan bizga mana bu suralarni o'rganib, yod olib, tong otganda va kech kirganda qiroat qilishligimizni ta'lim berganlar. Ma'assalama.